Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun bir 4 misragina she'r yozdim. Shu she'rimdan ba'zi bir insonlar yaxshi xulosa chiqarsa, men juda ham xursand bo'laman. Unda eshitamiz she'rda. Kapalak uchadi, manzilini bilmas. Inson yugurar, yelar, manzilin oxirin bilmas. Dunyoda yashaydi gunohu savob, O'zbekning nomusini pulga sotganlar. O'zligimiz qayda qoldi, ey singillarim? Yuzga niqob taqdingizmi, ey opalarim? Manzilingiz oxirin bilmaysiz siz ham, O'zbekning nomusini pulga sotganlar. To'maris avlodi qaylarda qoldi? Nodira Uvaysi zor yig'lab qoldi. Unutmang, o'tkinchi dunyo o'tarlar, O'zbekning nomusin pulga sotganlar. Kun kelar, barchasin tushunib yetkaysiz. Bandasini oldida o'zingiz oqlaysiz. Allohning oldida ne so'z topgaysiz, O'zbekning nomusin pulga sotganlar. Yuribsiz sha'ningiz, g'ururingiz urib yerga. Bahona izlaysiz, ro'zg'or og'irda. Lek unutmang, gunohning badali og'ir, O'zbekning nomusin pulga sotganlar.